هي الحلقات تحفظني بآيات من القرآن، هي الحلقات تملأني بحب المصطفى العدنان، هي الحلقات تحفظني بآيات من القرآن، هي الحلقات تملأني بحب المصطفى العدنان، وأخلص نيتي دوما لرب واحد ديان بروح ملؤها طهر. Sure Al-An'am tefsiri 50. ayetten başlayıp okuyayım inşallah. Bismillah, elhamdülillah, ve salatu ve selam ala Resulillah ve ala alihi ve sahbihi ecmain. Esselamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu. Tövende diktanlağa İbn Kesir rahimuhullah'ın Kur'an-ı Kerim tefsiri Uygurca tercümesi El-An'am suresi 50. ayetinden başlayıp okuyayım inşallah. Ba'de euzu billahi mineşşeytanirracim. Ey Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem, sendin adetten taşqiri işlerini talep qilg'uchi kuffarlarga aytqinki, men sizlarga mende Allohning xazinalari bor demayman. Men g'aybni bilmayman. Sizlarga men bo'lsam haqiqatan bir farishta debmi aytmayman. Men faqat menga qilingan vahiyga amal qilaman. Aytqinki, ko'r odam bilan ko'zi saq odam barobarmi? Ya'ni kafir bilan mu'min barobarmi? O'ylab baqmamsizlar. Robbining dargohiga yig'ilishdan qo'rqadiganlarning kufridan, gunohdan saqlanishlari uchun ularni Qur'on bilan ogohlantirgan. Ularga Allohdan g'ayri do'st va shafaat qiluvchi yo'qdir. Allohning roziligini deb aytganda oqshomda Robbiga ibodat qildiganlarni yeningdan qo'g'lab etmagan. Ularning hisobidan sana hech narsa yüklenmeydi. Ya'ni ularning qilmishlaridan sen javobgarlik tortilmaysan. Sening hisobingdanmi ularga hech narsa yüklenmeydi. Ularni qo'g'lab etsang zolimlardan bo'lib qolasan. Ularning Allah aramızdan hidayet qilish bilan in'am qilgan kishilar mushularmi deyishlari uchun ularni bir-biri bilan mushundaq sinadik. Ya'ni faqir ojiz kishilarni iymon etqizish bilan boy cho'ng kishilarni sinadik. Allah shukr qilg'uchilarni obdan biladi, emasmi? Allah şükür qilg'uchilarni obdan biladi emasmi? Ya'ni şükür qilg'uchilarni Allah hidayet qiladi. Bizning oyatlarimizga iymon etganlar yeningga kelgan chaqda sizlarga omonlik bo'lsin. Rabbinglar bandalarga rahmat qilishni ihson qilish yuzasidan o'z ustiga oldi. Sizlardan kimiki bilmasdan biror yomonlik qilib qo'yib, ondan keyin tavba qilsa va amelini tuzatsa, Allah elbette onunla mağfiret kılıdı ve rahim kılıdı degan. Peygamber aleyhisselamның Allah Teala'nın xazineleriga ega emasligi to'g'risida. Allah Teala Peygamberi Muhammed aleyhisselamga mundaq deydi: Ey Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem, sendin odatdan tashqari ishlarni talab qilg'uchi kuffarlarga aytqinki, men sizlarga mende Allohning xazinalari bor demayman. Ya'ni men Alloh taolaning xazinalariga ega bo'lmayman, ham uni o'zim xohlagancha ishlatolmayman. Men g'aybni bilmayman. Ya'ni men sizlarga men g'aybni bilaman demayman. G'aybni bilish faqat Alloh taolaga xosdir. Men g'aybdan faqat Alloh taolo menga bildirganini bilaman. Sizlarga men bo'lsam haqiqatan bir farishta debmi aytmayman. Ya'ni men o'zimni farishta deb da'vomi qilmayman. Men insonlarning ichidan bo'lgan bir insondirman. Menga Alloh taolo tarafidan vahiy qilindi. Meni Alloh taolo shu vahiy bilan ulug'ladi va shu vahiy orqali ne'mat ato qildi.
men faqat menga qilingan vahiyga amal qilaman. Ya'ni men vahiydan qilchilikmi chiqib ketmayman. Aytqinki, ko'r odam bilan ko'zi soq odam barobarmi? Ya'ni kafir bilan mu'min barobarmi? Ya'ni haqiqatga ergashgan va to'g'ri yo'lga hidoyat qilingan kishi bilan haqdan izib ketgan va to'g'ri yo'lga hidoyat qilinmagan kishi barobarmi? O'ylab boqmamsizlar? Alloh taolo bu haqda mundaq deydi. Ey Muhammad sallallohu alayhi vasallam, Rabbing tarafidan sana nazil qilingan narsaning haq ekanligini biladigan odam haqni ko'rmaydigan dili ko'r odam bilan o'xshash bo'lamdi. Allah'ның ayetlerinden fakat akıl egilerine pend nasihat alıdı. Rabbinin dergahıga yığılıştan qo'rqadiganlarning küfrden, günahdan saqlanışları üçün ularni Qur'on bilan ogohlantirgan. Ya'ni ey Muhammad sallallohu alayhi vasallam, mushu Qur'on bilan tuvandagi sifatga ega kishilarni qo'rqitgan. Ular haqiqatan Rabbinin hayvisidan qo'rquvchi kishilar. Allohdan qo'rqidi. Qattiq hisob ilinishdan qo'rqidi deyilgan kishilardir. Ularga Allohdan g'ayri do'st va shafaat qilg'uchi yo'qdir. Ya'ni qiyomat kunida Alloh taolo ularni azoblamoqchi bo'lsa, Alloh taolaning azobidan ularni qutuldirib qoladigan bir yaqin odami yoki shafaatchisi yo'qdir. Rabbining dargohiga yig'ilishdan qo'rqadiganlarning kufridan, gunohdan saqlanishlari uchun ularni Qur'on bilan ogohlantirgan. Ya'ni sen ularni butun hukmronlik Alloh taolaning ilkidila bo'ladigan qiyomat kunidan qo'rqitgan. Shunga qiyomat kuni ular Allah Teala şu amellerinin sebebi bilen azaptan saqlab qaladigan ve onunğa hassilab ecir savab beradigan amel ibadetlerini muşu dünyada kılsın. Peygamber aleyhisselamni onun yeniga kelgen aciz sahabilerini qoğulup etiştin tosaş ve ulağa yaxşı muamilde bolishi to'g'risida. Allah'ның razılıqını deb etdigende akşamda Rabbiga ibadet qılganlarni yeningdan qo'g'lab etme. Allah'ның razılıqını deb etdigende akşamda Rabbiga ibadet qiladiganlarni yeningdan qo'g'lab etmegin. Yani mushu sifat bilan sifatlangan shu kishilarni o'zingdan yiroqlashtirib etmegin. Belki sen ularni o'zingning suhbat dishi yaqinlar qilib olgan. Bu oyatning ma'nosi tuvandagi oyatning ma'nosiga o'xshaydi. Sen Rabbingning roziliqini tilab, atdigan oqshomda uningga ibodat qiladiganlar, ya'ni ojiz, kambag'al musulmonlar bilan savrchan bo'lgan holatda bildi bo'lgan. Hayoti dunyoning zibu zinnatini, ya'ni mushriklarning cho'nglarining suhbatini deb ularni ko'zga ilmay qolmagan. Biz dilini zikirlerimizden g'aflat qoldirgan nafsi xohishiga ergashgan ishi haddidan oshgan odamning so'ziga ergashmagan. Yuqorqi oyatning ma'nosi haqida Said ibn Musayyab, Mujahid, Hasan va Qatada qatorliqlar ularning atigan oqshomda Rabbiga qiladigan ibodatlardan ularning ya'ni namozlarni o'qiydiganligi ko'z tutildi deydi. Ular qilgan amal ibodatlari bilan Alloh taolaning roziligini izlaydi. Ular o'zlarining amal ibodatlarida Alloh taolaga ixlosmand kishilardir. Ularning hisobidan sana hech narsa yuklanmaydi. Ya'ni ularning qilmishlaridan sen javobgarlikka tortilmaysan. Bu ayetning ma'nosi Nuh alayhissalamning qavmi uningga sana tuvan tabiqidagi odamlar ergashgan tursa, sana biz iymon etamdiq deganda Nuh alayhissalamning ularga bergan javobini bayon qilib kelgan tuvandagi oyatning ma'nosiga o'xshashdir. Nuh aytdi: "Men ularning nima qilganligini uqmayman.
agar bilsanglar ulardan hisob elishni faqat Rabbim ustiga olgan. Ya'ni ulardan hisob elish faqat Alloh taolaning ishidir. Xuddi mening hisobimdan ularga hech qanday mas'uliyat ortilmagandek, ularning hisobidanmi menga hech bir mas'uliyat ortilmaydi. Ularni qo'g'lab etsang, zolimlardan bo'lib qolsan. Ya'ni mubada sen ularni o'zingdan yiroq qilsang, zolimlardan bo'lib qolsan. Ularning Alloh aramızdan hidoyat qilish bilan in'om qilgan kishilar mushularmi deyishlar uchun ularni bir-biri bilan mushundaq sinadik. Ya'ni faqir ojiz kishilarni iymon etqizish bilan boy cho'ng kishilarni sinadik. Payg'ambar alayhisalom payg'ambar bo'lib kelgandan boshlabla payg'ambar alayhisalomga ergashgan kishilarning ko'p qismi ojiz, ayollar, qullar va dedeklar edi. Mertebeli kişilerden nihayet az bir kısım kişilerle ergeçken idi. Peygamberlerge aciz kişilerinin ergeçidiğanlığı Nuh aleyhisselamның kavminin Nuh aleyhisselamga degen sözünü bayan kılıp kelgen tövendeki ayettimi körüvağını buludu. Onun kavminin kafir kattıları bizningcha sen fakat bizga o'xshash bir odamsan. Bizningcha oramizdagi past kishilar yengillik bilan sana ergashgan. Bu ahvolni Rumning podshohi Heraklining Abu Sufyandan so'ragan savollardan ko'rilishga bo'ldi. U so'ragan savollarning orasida Herakl Abu Sufyanga Muhammed'ki kişilerinin hürmetlikleri ergişemdi yoki acizlerimi dedi Ebu Sufyan. Onunla kişilerinin acizler ergişiyor dedi. Herakl. Peygamberlerinin ergeçkiçileri aciz kişilerden buludu dedi. Yukarıdaki ayetinin maksidi Qurayshning müşrikleri özlerinin içinden Peygamber aleyhisselam'a iman etken aciz kişilerini meskır kılattı. Ularning ichidan kuchi yetganlarni azoblaydi. Agar u kishilar qabul qilgan dinda bir yaxshilik bo'lsa, Alloh taolo bizni tashlab qo'yib, shu ojiz kishilarni shu yaxshilikqa boshlamdi deyishadi deganlikdir. Alloh taolo bu vaqtda mundaq deydi: Kafirlar mu'minlarga agar Qur'on bilan islom dini yaxshi bo'ladigan bo'lsa edi, ular ya'ni ojiz musulmonlar uningga bizdan burun ishonmagan bo'ladi dedi. Ularga bizning ro'shan oyatlarimiz tilovat qilingan chaqda kafirlar mu'minlarga ikki guruhdan qaysisining o'rni yaxshi, so'rini go'zal dedi. Alloh taolo ularga javob berib mundaq dedi: Ulardan burun bizning oyatlarimizni inkar qilgan nurg'un ummatlarni halok qildik. Bular mayli mol mulk jihatdan bo'lsin, mayli tashqi ko'rinish jihatdan bo'lsin, ulardan ortiq edi. Alloh taolo kafirlarning Alloh aramizdan hidoyat qilish bilan in'om qilgan kishilar mushularmi degan so'ziga javoban mundaq dedi: Allah şükür kılgıcılarını obdan bilidi emasmi? Allah şükür kılgıcılarını obdan bilidi emasmi? Yani şükür kılgıcılarını Allah hidayet kılıdı. Yine Allah Teala özüge özlerinin sözleri, iş hareket emelleri ve dilleri bilen şükür kılgıcılarını obdan bilidi. Şunun bilen ularga utuqluq ata qilib to'g'ri yo'lga boshlaydi. Ularni o'zining irodasi bilan gumrohlikdan hidoyatning nuriga va tüp-tüz yo'lga boshlaydi. Alloh taologa shukr etib, Alloh taologa yuzlangan kishilarni to'g'ri yo'lga boshlaydiganligi haqida Alloh taolo mundaq deydi: Biz uchun kurash qilganlarni albatta yo'limizga yetaklaymiz. Allah hakikaten yaxshi ish qilguvchilar bilan birlidir.
Bu vaqtda Payg'ambar alayhissalom mundaq degan. Haqiqatan Alloh taolo sizlarning tashqi ko'rinishinglarga, rangi ruhinglarga qaramaydi. Balki sizlarning dillaringlarga va amallaringlarga qaraydi. Bizning oyatlarimizga iymon etganlar yeniga kelgan chaqda sizlarga omonlik bo'lsin, ya'ni sen ularning salimini qaytirish bilan ularning izzatini qilgan. Ularga Alloh taolaning ularni o'z ichiga olgan katta rahmati bilan xo'sh bishorat bergan. Rabbinglar bandalariga rahmat qilishni ihson qilish yuzasidan o'z ustiga oldi. Ya'ni Rabbinglar marhamat, yaxshilik va ne'mat ato qilish yuzasidan sizlarga rahmat qilishni o'z ustiga oldi. Sizlardan kimiki bilmasdan biror yomonlik qilib qo'yib, ondan keyin tavba qilsa va amalini tuzsa, ya'ni u kishi o'zining nodonlik bilan qilib solgan yomon ishlaridan yansa, u yomon ishni qayt qilmaslikka iroda bog'lasa, buningdan keyingi amal ibodatlarini tuzatsa, Alloh albatta uningga mag'firat qiladi va rahim qiladi degan. İmam Ahmad Abu Hurayra radhiyallohu anhudan Payg'ambar alayhissalomning mundaq deganligini rivoyat qiladi. Alloh taolo yaratishni tamomlab bo'lib, arshining ustida yenidagi kitobga haqiqatan rahmatim g'azabimdan ustun keldi deb yozdi. Bu surada mushriklarning gumrohligini ko'rsatadigan dalillar bayon qilganimizdek, gunohkorlarning yo'li oshkor bo'lsin uchun oyatlarimizni ro'shan bayon qilamiz. Ey Muhammad sallallohu alayhi vasallam, mushriklar aytqinki, sizlar Allohni qo'yib qo'yib ibodat qilgan butlarga ibodat qilishdan men haqiqatan man'iy qilindim. Aytqinki, men sizlarning nafs xohishinglarga ergashmayman. Bo'lmasa men ozg'on bo'laman va hidoyat topuvchilardan bo'lolmay qolaman. Aytqinki, haqiqatan men Rabbim tarafidan nozil bo'lgan ro'shan dalilga, ya'ni Qur'onga va vahiyga asoslanaman. Albuki sizlar uni inkor qildinglar. Sizlar baldur yuz berishini talab qilgan azob mening igdorchiligimda emas. Barcha hukm Alloh xos. Alloh haq hukm qiladi. Alloh hukm qilguvchilarning yaxshisidir. Aytqinki, sizlar baldur yuz berishini talab qilgan azob mening qo'limdan kelsa edi, u chaqda men bilan sizlarning oranglardagi ish cho'qim hukm qilinib bo'lgan bo'ladi. Ya'ni sizlardan orom tepish uchun sizlarni halok qilgan bo'latdim. Alloh zolimlarni obdan biladi. G'aybning xazinalari Allohning dargohidadir. Uni faqatla Alloh biladi. Quruqlikdagi dengizdagi narsalarning hammasini Alloh biladi. Daraxtdan to'kilgan yaproqdan Alloh bilmaydigan bir narsami yo'q. Mayli qorong'u yer ostidagi biror dona urug' bo'lsin, mayli ho'l yoki quruq narsa bo'lsin, hammasi Allohga ma'lum bo'lib, Lavhul Mahfuzda yozilgandir. Muhammad alayhissalomning qilgan da'vatida ochiq pokitga ega ekanligi, mukofotlash bilan jazolashning faqat Alloh taolaning qo'lida ekanligi to'g'risida. Alloh taolo yuqorida to'g'ri yo'lni ko'rsatadigan va o'rinsiz detalash qilishni, tarsoqlikni ayiblaydigan dalil paketlarni bayon qilib o'tganimizdek, bu yerda gunohkorlarning yo'lining ro'shan bo'lishi uchun oyatlarimizni ro'shan bayon qilamiz deb mundaq dedi. Gunohkorlarning yo'li oshkor bo'lsin uchun oyatlarimizni ro'shan bayon qilamiz. Ya'ni payg'ambarlarga qarshilik ko'rsatgan gunohkorlarning yo'li oshkor bo'lsin deb kishilarga ro'shanlashtirilishi zarur bo'lgan oyatlarni ro'shanlashtirib beramiz.
aytqinki, haqiqatan men Rabbim tarafidan nozil bo'lgan ro'shan dalilga, ya'ni Qur'onga va vahiyga asoslanaman. Ya'ni Alloh taolo menga vahiy qilgan ochiq shariatga asoslanaman. Halbuki sizlar uni inkor qildinglar. Ya'ni sizlar Alloh taolo tarafidan menga kelgan haqiqatni inkor qildinglar. Sizlar baldır yuz berishni talab qilgan azob mening igdorchiligimda emas. Barcha hukm Allohga xos. Ya'ni buning hammasi Alloh taolaning ilkididir. Agar Alloh taolo xolisa, sizlar baldır yuz berishni talab qilgan azobni sizlarga baldırlab berdi. Agar xolisa, cho'ng bir hikmat yuzidan sizlarga muhlat berib, u azobni kechiktirdi. Allah haq hukm qiladi. Allah hukm qilguvchilarning yaxshisidir. Ya'ni Alloh taolo bandalarning ichida hukm chiqarguvchilarning eng odili va eng yaxshisidir. Aytqinki, sizlar baldır yuz berishni talab qilgan azob mening qo'limdan kelsa edi, u chaqda men bilan sizlarning oranglardagi ish cho'qim hukm qilinib bo'lgan bo'lardi. Ya'ni sizlardan orom tepish uchun sizlarni halok qilgan bo'lardim. Ya'ni agar bu ish mening qo'limdan keladigan bo'lsa, albatta men sizlar haqliq bo'lgan shu azobni tushirdim. Alloh zolimlarni obdan biladi. İmam Buxoriy va Muslim Aisha radhiyallohu anhaning mundaq deganligini rivoyat qiladi. Men payg'ambar alayhisalomdan: "Ey Allohning payg'ambari, sening beshingga Uhud g'azotidimi qattiq bo'lgan bir kun kelib baqqanmi?" deb so'radim. Payg'ambar alayhisalom: "Men sening qavmingdan shundaq bir kunga uchraganman. U kun Uhud g'azotidan qattiqroq edi. Men Abduyalila İbni Abdu Kulalning bolasini islomga da'vat qildim. U men da'vat qilgan narsaga unimadi. Men nihoyatda g'amkin oldi qaytdim. Men Qarni Saalib degan yerga kelganda esimga kelib shundaq beshimni ko'tarsam, bir parcha bulut menga soya tashlab turibdi. U bulutda Jibril alayhissalom bor ekan. U Allah Taala qavmingning sana degan so'zini va sana bergan raddiyasini angladi. Allah Taala sana sen qavming haqida xohlaganingga buyurishing uchun taqqa mas'ul farishtani sana avatdi deb to'g'lidi. Ondan taqqa mas'ul farishta menga salom berib: "Ey Muhammad sallallohu alayhi vasallam, Allah Taala sening qavmingning sana degan so'zini angladi. Rabbing bo'lgan Allah xohlaganingga buyurishing uchun meni sana avatdi. Agar xohlasang men ularning ustiga Mekkadagi ikki tog'ni dum ko'mtirayman" dedi. Men Allah Taolaning ularning pushtidan Allah Taolaga hech narsani shirik keltirmay, faqat yolg'iz Allah Taolaga ibodat qiladigan kishini chiqarishini umid qilaman dedim dedi. Bu hadisda kelgan payg'ambar alayhissalomga qarshi chiqqan qavmni halok qilish va ularni azoblash ixtiyorligi berilgan bo'lsa-mu, payg'ambar alayhissalom Alloh taolaning u qavm ichidan Alloh taolaga ibodat qiladigan kishilarni chiqarib qilishini umid qilib, ularni azoblashga qo'shilmaganligi bilan Alloh taolaning aytqinki, sizlar baldır yuz berishini talab qilgan azob mening qo'limdan kelsa edi, u chaqda men bilan sizlarning oranglardagi ish cho'qim hukm qilinib bo'lgan bo'lardi. Ya'ni sizlardan orom tepish uchun sizlarni halok qilgan bo'lardim. Alloh zolimlarni obdan biladi degan oyatning mazmunini qandoq birlashtirib tushunishimiz kerak degan savol qo'yilsa, buningga beriladigan javob tuvandikidekdir. Ayet bo'lsa, kafirlarning payg'ambar alayhissalomdan azob kelishini tilgan vaqtda tilgan. Shu azobni tushirish ishi payg'ambar alayhissalomning qo'lida emasligini uqtirdi. Ammo hadisga kelsak, ular payg'ambar alayhissalomdan azob tushirishni tilgan emas. Balki taqqa mas'ul farishta agar payg'ambar alayhissalom xolisa u tog'ni dum ko'mtirib o'tadiganligini aytgan.
Peygamber aleyhisselam bo'lsa, u qavmga rahim qilib, ularning jazolanishiga qo'shilmagan. G'aybni faqat Alloh taolaning bildiganligi to'g'risida. G'aybning xazinalari Allohning dargohidadir. Uni faqatla Alloh biladi. Quruqlikdagi, dengizdagi narsalarning hammasini Alloh biladi. İmam Buxoriy Salim ibn Abdullahning dadasidan Payg'ambar alayhisalomning mundaq deganligini rivoyat qiladi. G'aybning xazinalari 5 dir. Ular Alloh taolaning tuvandagi oyatida bayon qilingan ishlardir. Qiyomatning bo'ladigan vaqt to'g'risidagi bilim haqiqatan Allohning dargohidadir. Allah yağmurni o'zi belgilagan vaqtda va o'zi belgilagan joyga yog'dirdi. Bachchidandikilarning nima ekanligini, ya'ni o'g'ilmi, qizmi, bijirimmi, kamtikmi, baxtlikmi, baxtsizmi Alloh biladi. Hech odam ati nimalarni qiladiganligini, ya'ni uningga nima ish bo'ladiganligini, yaxshi yomon ishlardan nimalarni qiladiganligini bilmaydi. Hech odam o'zining qayerda o'ladiganligini bilmaydi. Alloh haqiqatan butun ishlarni bilib turguchidir. Shay'larning ichidagi va tashqi taraflaridan to'liq xabardordir. Quruqlikdagi, dengizdagi narsalarning hammasini Alloh biladi. Ya'ni mayli quruq yoki dengizdagi narsalar bo'lsin, mayli quruqlik yoki dengizdagi narsalar bo'lsin, hammasini Alloh taolaning katta bilimi o'z ichiga olgandir. Alloh taolaga osmon zimindagi zarrachilik narsami maxfiy qolmaydi. Daraxtdan to'kilgan yaproqdan Alloh bilmaydigan bir narsami yo'q. Ya'ni Alloh taolo hatto jonsiz narsalardan sodir bo'lgan harakatlarni biladi. Alloh taolo shunda qudratga ega zot bo'lgan ekan, uning jonliq narsalarning xususan ularning ichidan inson va jinlardek Alloh taologa ibodat qilishga buyurilganlarning ish harakat amallarini bilib turishida qanday qarashga kelarsan? Alloh taolo o'zining hamma narsani biladiganligi haqida mundaq deydi. Alloh ko'zlarning xiyonatini va dillardagi yo'shirin narsalarni bilib turdi. Alhamdulillah. Allah şükürler olsun. Yukarıda En'am suresi tefsirinden 59. ayetkiçe anladınlar. Ahirini keyin qitimliq o'qishimizni davomlashtiramiz inşallah. Ve sallallahu ala Muhammed ve ala alihi ve sahbihi ve sellem. Esselamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu.